Bismillahirrahmanirrahim. Endi Ashabul Furud biz 12 degan to'q erlardan 4 ayollardan 8 deb. Endi bularni birdan bayon qilamiz. Qanchalik ulushda nisbida oladi. Oldi bilan dadisi. Alloh taolo sura Nisoning 11-oyatida dadining, onaning, o'g'ilning va qizning meros haqida to'xtaldi. Endi dadisininki meros elish holatlari bu meros olimlari tarafidan qulaylashtirilgan meros o'quvchilarininki nihoyatda oson tushunishi uchun, o'zlashtirish uchun. Dadisininki meros holati 3 xil bo'ldi. Buni chuqur yodlash kerak. 6dan 1 oladi va 6dan 1 elish bilan birga yana merosxo'rlar meroslarni ep bo'lgandan keyin ashabul furuzlar ep bo'lgandan keyin eshib qolganini dadisi oladi. Va asaba bo'lib, ya'ni asaba degani shu eshib qolgan molning hammani shu oladi degan gap, asaba degan gap. 6dan 1ni olgan vaqti agar merosxo'rninki meyitninki o'g'il bola merosxo'r bo'lib qolsa, o'g'li ma'al far'il varisi zakar degani shu. Far'il varis degani shu, qizi yoki o'g'il hamda zakar dedi o'g'il degan gap. O'g'li yoki o'g'ilning o'g'li bo'lib qolsa, dadisi 6dan 1ni ham oladi. Adan keyin ma'al far'il varisil muannas. Meyitninki far'il varisi degan qizi yoki o'g'il dedi. Muannas degan qizi. Qizi yoki o'g'lining qizi. Qizning qizi bo'lib qolsa bo'lmaydi. O'g'ilning qizi yoki o'g'ilning qizi bo'lib qolsa, u chaqda 6dan 1 bilan birga eshib qolganini oladi asaba bo'lib. Andan agar meyitning hech qanday o'g'il yoki qiz farzandi bo'lmasa yoki o'g'lining qizi bo'lmasa yoki o'g'ilning qizi degandek bo'lmasa, u chaqda eshib qolgan molning hammini dadisi oladi. Dadisining ahvoli bu. Buni chuqur pishiq yodlash kerak.